Bugun O'zbekistonda eng katta mebel bozoriga kelganmiz. Bu yerda xohlagan razmeringizda, xohlagan sifatingizda, xohlagan mebelingizni topishingiz mumkin ekan. Narxlar o'ta ham arzon. Videoda oxirigacha kuzatinglar, sizlar uchun juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bozorimiz 16 gektar joyga tushgan, 6 blokdan iborat ekan. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, mana mehmonxona jihozlari blogiga yetib kelganmiz. Bu yerda ko'rishlaring mumkin. Mana ba'zi polniy stullar, ba'zi mana nima deydi, stenka deydimi? Troykalar. Hozir bular to'liq ma'lumotni ustakan, azakam o'zlaridan to'liq ma'lumot. Assalomu alaykum. Aka kelinglar. Yaxshimisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi? Rahmat aka. Xo'p, biz obunachilarimizga endi bu mehmonxona jihozlari deyiladimi? Mehmonxona jihozlari akajon, xudo xolasa. Haqida bir to'liq ma'lumotni bersak. Kelinlarga, kuyovlarga mana xizmat qilinadigan mana haligi qo'yayotgan narsalarimiz hozir mehmonxonalarga troyka qo'yapmiz. Mana oq troykamiz aka, xudo xolasa. Razmeri 3.30 3,5 metr, 4 metrgacha qo'yilaveradigan narsa. Ichlarida polka eshik shanlari vakuum, krashinni ishimiz akajonim, troyka deyiladi. Rangini yana shampan sepilingan nimiz ham bor mana aka. Mana uni rangi shampan sepilingan aka mana. Bunimiz ham xudo xolasa troyka deydi aka. Bu ham 3,5 metr, 4 metrgacha qo'yilaveradigan ish. Bu miramir qilingan shampan sepilgan. Aka, yana bitta rasvetkasi. Mana akajonim. Bu dubsanoma deyiladi. Bu ham razmerlari o'ta 3,5 metr, 4 metrgacha qo'yilaveradigan ishlar. Bo'ylari 247, 2,5 metr bo'y bo'lsa tushaveradi aka. Xudo xolasa tushaveradi. Necha xil rasvetkada bor bular? Rasvetkasi hozir bozorimizdan qolganlarimiz 3 xil 4 xil rasvetkamiz turibdi. Klientlarning talabidan kelib qanaqa rasvetka, qanaqa rang chachmang desa qilib beraveramiz aka, chiroyli qilib albatta. Endi ular 4 metrgacha joy. 4 metrgacha tushaveradi aka. Orasini ochib qo'yganda. Xo'p, bular narx-navosi qanaqa? Narxlarimiz aka 6,5 million so'm, 6 million so'm baho aytyapmiz. Sizlarni nomingizdan keladigan bo'lsa, dastlabkasi uy ichiga olib borib o'rnatishlari bilan aka 5 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. 5 million 300 ming. Albatta 5 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. 5 million 300 ming so'mdan bu dastlabki uy ichiga olib borib o'rnatish. O'zigami yo butun O'zbekiston bo'ylab? Andijon viloyati bo'ylab O'zbekiston ichida kelishilingan holatda qilaveramiz aka, albatta. Narxi 5 million 300 ming so'mdan, misol siz Vohadan yo Toshkentdan ko'ra aloqaga chiqsangiz, mana pastda azakam nomerlarni qoldirganmiz. Telegramlari bo'ladi. Mana bu mebel yoqdi desangiz, o'sha narxini kelishib turib, dastlabkasiga picha qo'shiladi. Albatta. Kelishadi. Xo'p, bunimiz nima mebel? Buni pat televizor akajonim, xudo xolasa mana. Televizorlar podstavka. Ancha-muncha. Hozir haytik uslubda ko'p akalarimiz uylarni qilyapti. Televizorlarni tepalariga o'rnatib, televizorni tagiga qo'yib qo'ysa, ancha gul-pul qo'yib qo'yadilar. Devorga o'rnatilgan televizorlar taglariga qo'yiladigan. Razmeri necha buni? Razmerlari xudo xolasa 2 metrga 1 metr 1.10 aka bo'yi. Bo'yi 10. Bu yoq 2 metr aka. Narxi qancha buni? Narxini akajon o'zi 2,5 milliondan aytyapmiz. 2 million so'mdan qilib beraveramiz. 2 million so'mdan qilib beriladi. Ranglari xohlagan ranglarni qanaqa rang desa qilib beraveramiz. Razmerlarcha o'zgarish bo'lsa ham tayyorlab berilaveradi. Albatta qilib beramiz. Xo'p, ba'da ham bor aka, nari bu yerda ham bor ishlarimiz. Aka, bu yerda mana penalimiz. Penal. Bu ham mehmonxonaniki. Razmeri 3.40, 3,5 metr joyga tushaveradi. Eshiklar, aynalari, mana amma chaqlangan qo'llari kesilmaydi xudo xolasa. Eshik shanlari vakuum xudo xolasa. Tumbalarni ochib ko'rsatamiz akajon mana. Hamma yo'q, huzur. Ishimiz kirashini hatto uslubda bo'lgan aka, inshaalloh. Bundan ham dastlabkilari ichida aka, hamma yo'qlari. Buni narxi qancha? Narximizni akajonim 5 million 200 ming so'mga Andijon viloyati bo'ylab qilib beraveramiz. Toshkentdan, Vohalardan yoki biz bilan hamkorlik qilaman deganlarga upakovkami yoki qandaydir holat bo'lsa kelishamiz albatta. Albatta kelishgan holatda ishlarni narxini qilib beraveramiz arzonroq qilib. Gaplashib olavering. Pauza qilib olavering. Gaplashib olavering. Bo'ldi. Bu shkafimiz. Bu shkafli go'rka deyiladi aka. Xudo xolasa shkafli go'rkamiz nima xizmat qiladi desangiz, ilinada ancha-muncha galusli palestimi, so'mkachasimi, ro'mol, shim, bir tomoni erkakka, tepalar tumba bo'ladi. Bir tomoni ayolga. Jinski muska ikki tomonga imlanadigan narsa, tepalari ancha-muncha sef vazifasini o'taveradi aka. Ancha-muncha korobkali narsalar bo'lsa idishda bo'ladi mana, ichlari ham keng qo'yilaveradi. O'rtalariga ham idishda bo'lgan mana akajon. Eshanlarimiz xudo xolasa vakuum. Fasadlari MDF materialdan bo'lgan, xudo xolasa shampan kraska sepganmiz. Buni qilishimizdan maqsad Ispaniya garniturlari, shkaflari ozgina sal kichkina bo'lib qolayotgani uchun talabdan kelib chiqib, mijozlar talabidan kelib chiqib, ikki tomonga jensko, musko imlanadigan ish qilganmiz. Ispaniya garnituriga sig'maydigan usti boshdan divizionning usti boshlariga olib qo'yadi ikki tomon. Jensko, musko qish kelsa yoz, yoz kelsa qish, o'pishga turib urinmaydi aka. Ishimizning sifati hamma yo'g'iga
o'zimiz garantiya beramiz. Xizmatlarimizni Xudo xolasa dastlabkilar hamma yo'g'i ichida olib borib o'rnatib beramiz. Razmerimizga kelsak, 3.40, 3.5 metr uy bo'lsa tushaveradi. Bo'yimiz 2.5 metr uy, 2.60-70 uylarga ham tushaveradi aka. Narx qancha buning? Narximiz Xudo xolasa 5 million 300 ming so'mga Andijon viloyati bo'ylab dastlabkasi ichida. Dastavkasi ichida. Albatta. Mabodo siz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lganmiz, boshqa viloyatdan ko'rayotganlar bor, masalan, Marg'ilon, Farg'ona, Qo'qon hamkorlik qilib sizdan olib Albatta aka. Shunaqalar ham aloqa Kelishilingan holatda qilib beraveramiz, chiroyli qilib. Telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqadi, kelishilingan holatda qilib beraveramiz. Zo'r. Bunisi nima deydi? Aka, Xudo xolasa bunimiz troyka, haytdagi uslubda bo'lgan yangi kelinchak deb nomlanyapti. Hozir bozorimizda Xudo xolasa sal savdolar yaxshi bo'lib, odam yana ham suyib olayotgan ishlarimiz aka. Troykamiz yangilik bo'ldi. Aka, mana bunisi ham haligi Faton degan narsa, unaqa narsa buni aynan qilganmiz Xudo xolasa. Mustahkam narsa. Yaxshi, o'ziga yopishtirib zo'r bo'lgan aka. Fasadlari MDF, krashinli akajonim. Kraska ham yem shug ham sepilgan aka ustidan. Xudo xolasa ishlarimizni xizmatiga o'zimiz albatta javob beramiz. Haligi 1 yildami, yarim yildami, qayerdadir nimadir bo'lsa, ruchkasimi, telefon raqamlarimizni beramiz, telefon qiladi, borib xizmatlarimiz bepulga to'lab berib kelamiz akajon. Garantiyalarimiz bor. Aka, ikki xil variant, ikki xil variant. Bunimiz mana paypali bo'lgan akajonim, salanaqa bo'lib. Mana onimizni akajonim mana mo'shkalik qilganmiz. Ashunda kimdir bunisini suysa bundan oladi, kimdir unisini undan oladi akajon. Olasalang. Xizmatni hamma yo'g'i bir xil akajon, mana Xudo xolasa. Ishlarimizni bir kitob olib qo'yishingiz bo'ladi, eshishanlar ma'qul. Razmerlari o'sha 4 metrga tushaveradi. Razmerlar 4 metrgacha tushaveradi. O'zi asli razmeri 3.20 yopishtirib qo'ysa aka, 3.20 uylarga ham tushaveradi aka. Bu yog'i 3.5 metr, 4 metrda orasini ochib qo'yaveradi aka. Xudo xolasa ishlarimiz mana shu. Zo'r. Sifatlarni ko'ryapsizlar, obunachilar, mana ko'rishlari mumkin. Juda ham chiroyli qilib ishlangan ekan. Pastda nomerlar qoldirdik, narxini aytdi bo'ladi. Albatta, narxini akajonim bu ham xuddi shunaqa. Andijon viloyati bo'ylab 5 million 200 ming so'mga dastlabkasidan boradi. Albatta boradi. Zo'r. Bunisi Gorka aka 280 razmer, 3 metrli uylarga tushadi yoni. Gorka deyiladi akajon. Mana. nimalar ham vakuumli ekan. Vakuum aka, shishalar hamma yo'g'i vakuum. Ba'ni ham ko'rishlaring, bemalol katta korobkalar qo'yib yuborsa bo'laveradi ekan. O'rtasiga bu onani qo'yib qo'yganmiz akajonim, o'rta tashlab olmasligi uchun ekan, Xudo xolasa ishlarimiz. Eshitanlar. Bir tomon sef ham bo'lib ishlanadi, qulupyatlar qo'yib qo'yganmiz aka, pista bodomlarni qo'yib qo'yadigan bo'lsa, ancha yosh bolalar yeb qo'ymaydi aka. Yeb qo'ymaydi, ehtiyot. Buni narxi qancha? Buni akajon 4 million 200 ming so'mga dastlabkasini qilib beraveramiz. 4 million 200 ming so'mga. 5 milliondan qaytamiz, 4 million 200 ming so'mga dastlabkasidan boraveradi aka. Zo'r aka. Bularni ko'rsatdik, televizor pastavka bular. Pat televizor. Ba'dani perixoshkamiz, qoldi men ko'rsatmaganimiz. Mana. Universalniy perixoshka aka. Aha. Universalniy perixoshka oldi. Aynan. Ko'rsatkich. Ichlariga akajon ancha buncha kiyim iladi. Poyabzallar qo'yadigan yerlari bor. Buni orqasida akajonim mana sumkachalar, ro'mollar, ancha muncha galasi sharab deganda shunaqa narsalar qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Yana bitta tomoni akajonim, kimga ismlarimni yozib beradi deydigan bo'lsa, albatta zakazlarga qilib ismlarini yozib chiroyli qilib beraveramiz. Olasalar mana bu yerda o'zlaringiz ismlarini yozib bersa bo'lar ekan. Bu yerda Samira Hadicha bo'lsa, Alisher, Nilufar qilib yozib bersa bo'laveradi. Xo'p, aka, buning narxi qancha? Bunimizning narxini akajon 1 million 300 ming so'm aytamiz, 1 million so'mdan qilib beramiz. 1 million so'mdan qilib beramiz. Dastlabkilar ichida qilib beramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatdik. Yana o'zlaringiz savollaring bo'lsa, pastda ekranda Azakan raqamlarini qoldirdim. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa, shu usta akalarimizga bitta like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lib qo'yasiz. Albatta, anaqa. Sizning nomingizdan kelganlarga yana chegirma ham qilib beramiz. Mana savdo tayindan ko'rdim desalang, chegirmalar. Albatta qilib beramiz. Bitta like bosib, ustalarimizga kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi blo'glar ko'rsatishga davom etamiz. Aka, ishlaringizga omad. Rahmat, o'zingizlarga rahmat.